Hozirgi kunda minglab, hattoki millionlab chorvadorlarimiz qancha ko'p mol boqmasin, na sigiri yetarli sut beryapti, na bo'rdoq buqasi sof go'sht olyapti. Bugungi videoda mollarning qornini keraksiz va qimmat ozuqalardan ko'ra kam xarajat bilan ko'proq natijaga erishish yo'llarini o'rganasiz. Ikkinchidan esa chorvangizni boqishdagi eng katta iqtisodiy muammolarni to'xtatishni o'rganasiz. Va eng asosiysi, yem xarajatlarni 30% ga qisqartirib, daromadingizni oshirish sirlari bilan suhbatlashamiz. Siz esa hoziroq ekranga like bosib, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang va bu videoni chorvador yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Aynan yuqoridagi og'riqli mavzular bo'yicha 4 yillik tajribaga ega Zatexnik Ergash akamiz ma'lumot beradilar. Assalomu alaykum Ergash aka. Assalomu alaykum. Ergash aka, ko'pchilik moli oshsa yoki suti kamaysa, birdaniga oldiga ko'p yem beradi. Aslida bu to'g'rimi? Xo'p, bu aslida xato. Yem bilan hech narsa o'zgarmaydi. Birinchi navbatda o'sha muammoning sababini topishimiz kerak. Oshqozondanmi, suv kam ichyaptimi yoki tashqi parazitlar bormi yoki ichki parazitlar bormi? Yoki saqlashda xato qilyapmizmi? Birinchi navbatda o'shani sababini aniqlashtirib olishimiz kerak. Sababini aniqlashtirganimizdan keyin balanslashgan sifatli yem yoki yemish bersak maqsadga muvofiq bo'ladi. Tushunarli. Ergash aka, molga ko'p yem berish degan narsa haligacha bor-da. O'zi uni chegarasi bormi? Ya'ni aytmoqchimanki, molga qachondan boshlab ko'p yem bersak, u naborat isrofga aylanadi. Xo'p, har bitta organizmning o'zining ko'tara oladigan yuklamasi bor-da. Masalan, siz ham qanchadir yesangiz bo'ldi, boshqa yeya olmaysiz. Yegan taqdiringizda ham bu isrof garchilikka aylanib ketadi. Qoramollarda o'zining me'yori bor, har bitta narsaning. O'sha ratsionda me'yor qo'yiladi. O'sha me'yordan ortiqcha berish bu ham iqtisodiy zarar, ham o'sha qoramolning o'ziga zarar bo'ladi. Ya'ni nimada? Oshqozonga nagruzka tushadi, jigarni ishdan chiqaradi. Tushunarli. Bu qolib o'lim holatigacha olib kelishi mumkin-da. Jigar ishdan chiqqandan keyin oxiri o'lim. Tushunarli. Nobud bo'ladi. Ergash aka, ko'pchilik tarozi ishlatmaydi-da. Ko'zi bilan chamalab, chelaklab yem beradi-da. Endi tasavvur qiling, har kuni 1-2 kilo ortiqcha yem beradigan bo'lsak, molga qanchalik darajada xavfli bo'ladi va bizga qanchalik darajada xarajatimizni ko'paytirib yuboradi. Birinchi navbatda u narsa xato. Ya'ni chamalab berish bu aniq, siz aniq maqsadni eplay olmaysiz-da. Aniq maqsad qo'ya olmaysiz oldingizga. Men mana shu buqani oldim, mana shuncha oyda, mana shuncha kilogramm qilib sotaman degan maqsad bo'lmaydi. Bu yerda faqat yemni berish, ortiqcha isrofgarchilik, ortiqcha xarajat. Masalan, kuniga 1 kilodan yemni isrof qilgan taqdirimizda ham, masalan, 1 yil boqamiz va biz 700 ming, 800 ming pul isrof bo'lyapti. Ya'ni minusga ketyapti. Bu degani o'sha qanchadir miqdorda go'shimiz yo'q degani. Ya'ni biz olayotgan foydamiz yo'q deganida. Ya'ni kutilayotgan natija bo'lmaydi-da. Rentabilik tushib ketadi. Tushunarli. Molga qanchalik xavfli aka bu narsa? Molga ham o'sha oldin ham aytdim. Ya'ni o'sha ortiqcha yuklama, nagruzka, o'sha jigarga nagruzka va xavfli yog' to'playdi. Go'sht emas, ya'ni yog' to'playdi, o'sha xavfli yog' deyiladi. Sifatli yog' bo'ladi, xavfli yog' bo'ladi. O'sha xavfli yog' degani. Sifatli yog' qanaqa o'zi, xavfli yog' qanaqa aka? Sifatli yog'i bu terining o'sha ma'lum go'shtning ma'lum bir joylarida to'planadigan yog'. Ya'ni o'sha kerakli joyda go'shtning orasida qatlam bo'lib shakllanadigan yog' bo'ladi. Terining ostida o'sha bizga keraksiz yog'. Qorin devor atrofidagi yog'. Charo haqiqatan ko'payib ketaver ekanda. Shunday. Tushunarli. Uning kilogrammi ham kam chiqadi, puli ham go'shtkidan anchagina kam. Shunchadan bilib bilmay ko'p ovqat berganda yog'li ana bo'lib qolaver ekanda. Molni so'yganda charvi ko'payib ketaveradi. Aka, hozir bilamiz, o'tlar ko'paygan davrda turibmiz. Endi chorvadorlar xursand, endi ko'p yem berishni o'rniga naboratga ko'p o't berib, molimni shu bilan o't bilan semirtiraman deb o'ylaydi. O'zi aslida bu narsa to'g'rimi yoki xatomi? Yana sifatga to'xtalamiz. Yana sifat o'sha biz berayotgan ozuqamizda ko'k massa qanchalik ko'p bo'lsa, go'shtimiz yog'liligi shuncha yuqori bo'ladi.
go'shtimiz oppoq yog'day bo'lib turadi. Kilogrammi ham past bo'ladi. Kilogramm bosmaydi, tarozi bosmaydi. Ko'k massa bilan semirgan mol. Quruq, ozuqa me'yorida berilgan, sifatli yemlardan foydalanib semirtirilgan bo'lsa, u ham tarozi bosadi, ham go'shti sifatli bo'ladi. Shunda ko'k o't bilan birgalikda yana nima aralashtirib bersak, bizlar taroziga ham og'irroq chiqadi, go'shtimiz ham sifatli bo'ladi. Bu yerda albatta paxta shirot, shulxa aralashtirib berishimiz maqsadga muvofiq, chunki shirot bu protein manbai, organizmning qurilish materiali. Shulxa o'sha kletchatka miqdorini oshirib berib, kovush qaytarishini, ozuqaning hazm bo'lishini yaxshilab beradi. Tanaga birdan singadi. Singadi. Ergash aka, ko'pchilik puldan qochish maqsadida moliga arzon yem beradi, sifatsiz yem beradi. Endi shu narsani tushuntirib bersangiz, buni oqibatida mol qanchalik darajada o'ziga xavf yuqori bo'ladi? Ya'ni mana shu arzon yemdan mol qanchalik darajada zarar ko'radi? Shu bo'yicha tushuntirib bersangiz. Xo'p, arzon yem birinchidan mol emas, egasiga zarar. Chunki 3 oyda semiradigan moli 5 oy, 6 oyga cho'zilib ketadi. Bu iqtisodiy zararda 2.15 1.30 baribir. Buni o'sha past sifatli yem berib, naborot uzoq vaqt boqqandan ko'ra sifatli, yaxshi yem berib, oz vaqt ichida semirtirib sotgan ma'qul. U masalan, o'sha arzon yem berib bitta molni 6 oyda boqib sotgandan ko'ra, bitta molni 3 oyda sifatli boqib, yana 3 oy vaqt qoladi 6 oyning ichida. Yana bitta mol boqib sotgan. Iqtisodiy foyda. Keyin molning o'ziga bu birinchi navbatda oshqozon trakti, o'sha oshqozon ishdan chiqaradi, jigarni ishdan chiqaradi, moddalar mana shuni buzadi, sekin rivojlanishga olib keladi, ba'zan o'sha kasallanib nobud bo'lishiga, ortiqcha xarajatga sabab bo'ladi. Ya'ni tushunishimiz kerak ekanki, arzon yem molni semirishi yoki sut berishida emas, kasallik olib kelib, dori darmonga ham xarajat qilishimizgacha ham olib kelar ekanda. Bu tomonda ham bizga xarajat bo'lar ekanda. Xarajat oshib ketaveradi. Qanchalik sifatsiz beraversangiz, xarajatingiz shuncha oshib ketadi. Lekin ishonchli bo'lish kerak. Olayotgan yemingiz ishonchli bo'lishi kerak. Zo'r. Hozir biz O'zbekistondagi eng katta bo'lgan va kuniga 500 tonnadan ziyod chorva yemlarini ishlab chiqaradigan chorvachi zavodida turibmiz. O'zbekistondagi 80% birinchi navli chigit aynan mana shu zavodga keltiriladi. Ko'rib turgan mana shu birinchi navli chigitingizdan 3 xil mahsulot, ya'ni paxta shiroti, shirot paraxasi va paxta shluxasi olinadi. Buqalaringiz sifatli vazn olishini xohlasangiz, paxta shirotini berishingiz kerak. Nimaga? Buni protein foizi 46% tashkil etgan bo'lib, videodagi 5000 dan ziyod mollar mana shu mahsulotni yeb 90 kunda 100 kilogramdan ziyod vazn olgan. Videoda Ergash aka aytgan eng kerakli paxta shluxasi mana shu ko'rib turgan mahsulotlar hisoblanadi. Ko'rib turganlaringiz juda ham quruq holatda turibdi. Sigiringizdan kuniga 40 litrdan ko'proq sut olishni xohlasangiz, mana shu paxta shluxasi eng kerakli vosita hisoblanadi. Chorvadorlarimizning eng sevgan mahsuloti shirot paraxasi hisoblanadi. Nimaga unaqa deyapman? Chunki molni tezroq vaznga olib chiqadigan mahsulot aynan shu. Hozirgina laboratoriya xulosasi shuni aytdiki, buni yog'dorligi 8% dan yuqori chiqqan. O'sha uchun tezroq bu mahsulotni olishlaringiz kerak, chunki juda ham talabgir mahsulot hisoblanadi. Bu mahsulotlarimiz ham qoplangan, ham rasmiy holatda sizga yetkazib beriladi. Aynan chorvachi zavodida logistika xizmati ham mavjud bo'lib, butun O'zbekiston bo'yicha chorva yemlarini cheklanmagan miqdorda yetkazib berish imkoniyatiga ham ega. Ha, aytgancha, bu mahsulotlarimiz 2 marta qat'iy laboratoriya tekshiruvdan o'tadi. Sifati toza bo'lgani uchun mingdan ortiq mijozlarimiz haligacha omborni mana shu yemlar bilan to'ldirib qo'ygan. Xulosa qilib shuni aytish kerakki, aynan chorvachi zavodida ishlab chiqargan yem mahsulotlarining effekt darajasi 2-3 barobar yuqori hisoblanadi. Chorvachi zavodi bilan doimiy hamkorlik qilishni xohlasangiz va yuqoridagi mahsulotni birinchi qo'l zavod narxida xarid qilishni xohlasangiz, hoziroq pastdagi raqamlarga telefon qilib, omboringizda sifatli yem bilan to'ldirib oling. Ergash aka, molni qornini vaqtinchalik to'q tutish uchun ko'pchilik bug'doy, arpa, keyin makka, yana kepakni tinmay beradidagi, shu orqali molim ozoq vaqt davomida ham to'yib turadi deb tushunadi. O'zi bunga qanday qaraysiz aka? Qora molni to'q tutish uchun oldiga xashak tashlab qo'yish kifoya. U ortiqcha xarajat qilib, bug'doy kepak, makka kepak, makka yorma, boshqa narsalar kerak emas, agar to'q tutish kerak bo'lsa. Lekin
Faqatgina o'sha siz aytayotgan arpa, bug'doy, makka bilan ish bitmaydi. Bu yerda har bitta berayotgan ozuqaning o'zining balansi bo'lishi kerak. Har bitta masalan aralashtirib beryaptimi, har o'zining foizi bo'lishi kerak. Qaysidir oshib ketsa, qaysidir miqdori oshib ketsa zarar. Kraxmal oshib ketsa, protein kamayib ketadi. Protein kamayib ketsa, yog' oshib ketadi. Yog' oshib ketsa, o'sha yana ortiqcha xarajat. No, eng yaxshisi xashak tashlab qo'yish oldiga. Uni ham qanchadir muddatgacha bo'lishi kerak-ku menimcha. Shunday. U har doim. Masalan, ertalab yem berdingiz, to siz obedda yem berguningizcha oldida xashak turishi kerak. Molning qorni doim to'q tutish kerak. To'q bo'lishi kerak. To'q bo'lish uchun oldida xashak bo'lishi kerak. Ya'ni beda pichanmi, somonmi, shunda kutilgan natija ertaroq bo'ladi. Ertaroq bo'ladi. Ergash aka, ko'pchilik xonadonlarda ham sigir, ham bo'rdoqni buqa boqishadi, lekin yemini, ya'ni berilayotgan ovqatini ikkoviga bir xil beriladi. Bu narsaga qanday qaraysiz aka? Bu xato bu. Bu ikkalasi yemi ham berilish miqdori ham ikki xil bo'lishi kerak. Alohida berilishi kerak. Masalan, siz sog'in sigiringizga buqaning yemini bera olmaysiz. Yo buqangizga sog'in sigirning yemini bera olmaysiz. Bersangiz bo'ladi, natija ola olmaysiz. Natija uchun ikkalasini alohida berish kerak. Masalan, buqaga proteinga boy, tez go'sht, muskul hosil qiladigan yemish bersangiz maqsadga muvofiq. Va sigirga o'sha kraxmali yuqori, protein bilan yog'i o'rtacha bo'lgan yemlar berganingiz maqsadga muvofiq, chunki undan sut olasiz siz. Sut olganingizdan keyin o'sha go'sht uchun boqilayotgan buqaning yemini bera olmaysiz. Sut kamayib ketaveradi. Ichida bolasi bo'lsa, o'sha otalangan bo'lib tug'adigan bo'lsa, ortiqcha semirib, o'sha bolani ham qisib qo'yadi. Qisiladi bola. Tushunarli. Ya'ni aralashma yemni, ya'ni ham buqaga ham sigirga beradigan bo'lsak, biz shunchaki berayotgan bo'lar ekanmiz-da. U natija uchun emas, просто uyingizda saqlayotganingiz uchun, qiziqish uchun boqadi. U qiziqish uchun ham bunday berib bo'lmaydi-da. U borib kasal bo'lib, yana o'lish oqibatiga ham olib kelar ekanda. Ergash aka, hozirda yem berish bo'yicha tortishuvlar juda ko'p, o'zingizdan bilasiz. Shunda molda yemini quruq qilib berganimiz yaxshimi yoki ho'l qilib atala qilib berganimiz yaxshimi? Qaysi biri просто tak chiqib ketadi, qaysi biri esa 100% qonga so'riladi? Quruq berish ham xato, atala qilib berish ham xato. Ikkalasi ham xato. Eng ma'qul yo'li o'rtacha namlikda berish. Masalan, namligi 50-60%, quruqligi 50-50 yoki 40% quruq moddasi 40% bo'lishi kerak. Shunda maqsadga muvofiq. Keyin o'sha savolingiz juda ko'p tortishuv bo'ldi. Pishirib berish, quruq xom berish. Qoramol organizmi bu pishirilgan yemga moslashmagan. Pishirilgan yemga moslashmagan. Ular xom yeb o'rgangan. Organizmning o'zining talabi bo'ladi. O'sha siz yemni pishirganingizda ma'lum miqdorda kerakli moddalar chiqib ketadi. Hazmlanish qiyin bo'ladi. Ichaklarga yopishib qolishi mumkin. Hazmlanish buziladi, atsidoz bo'ladi. Ko'p holatlarda siz o'ylagan natijaga erisha olmaysiz. Erishadi. Qanchadir vaqtda tajribali chorvadorlar o'sha ma'lum miqdorda o'zining tajribasiga ega bo'lganlar doim quruq beradi. Quruq namlab beradi. Quruq, xom namlab beradi. Pishirib bermaydi. Ya'ni pishirib bersa, navbat zarar bo'lib ketar ekanda. Shunday. U shunchaki boqilayotgandek bo'lib qolar ekanda. Biz natija ko'rishimiz uchun xuddi siz aytayotgan talablarga qarab boqsak, ertaroq natija ko'ramiz. Ergash aka, yemni quruq qilib berish kerak deb aytyapsiz. Ya'ni quruq pichan va quruq shulqa molni qornida nima vazifani bajaradi? Ular bo'lmasa, molga qanchalik zarar? Shu bo'yicha gaplashsak. Xo'p, organizmda shulqa bilan pichan bu kletchatka miqdorini oshirib beradi. Sizning qoramolingiz ko'proq kavush qaytaradi, o'sha yegan ozuqasini ko'proq o'ziga singdiradi. Xuddi strukturada, nima dedi? Struktura oshqozonga tushadi, ma'lum miqdorda ushlab beradi. O'sha yemning tarkibidagi moddalarni kletchatka ma'lum ushlab beradi va qonga so'rilishi tezlashadi. Qonga so'rilishi tezlashgandan keyin organizmga go'sht olishi, sut berishi ko'payadi.
molni ichib ketishi bo'yicha gaplashsak, molni ichi tez ketadigan bo'lsa, chorvadorlar ko'pchiligi ko'p o't yegandan deb o'ylaydi-da. O'zi bu nimadan bo'ladi mol ichib ketishi va bir hafta tinmay ichib ketadigan bo'lsa, chorvadorga qanchalik darajada xarajatni ko'paytirishiga olib keladi aka? Ichib ketishi doimo o'tdan bo'lmaydi. Buning sababini aniqlash kerak yana. U zaharlangan bo'lishi ham mumkin. O'sha yemishidan yoki yemidan, sifatsiz yemlar yeb yoki pamoy beradi ko'pchilik. Aha. Pamoy beradi, o'sha zaharlangan bo'lishi mumkin. Birinchi ozuqasini tekshirib, keyin nimadir qilish kerak. Ya'ni nimadir qilganda ham ko'proq kilchatganini oshirish kerak. Boshqa yo'li yo'q. Endi dori ukol qilish mumkin. U ham qanchadir vaqt ushlab beradi. Lekin tabiiy davolasak maqsadga muvofiq. Ya'ni o'sha tarkibda ozuqa berayotgan ratsionimiz tarkibida kilchatganini oshirsak, eng yaxshi usul shu. Keyin bir hafta tinmay ichib ketsa, o'zi bir hafta ham shart emas, 3 kun bo'ldimi? Bo'ldi. O'zi biz boqayotgan navosmi yo sog'ayotgan sigirimizmi sirazi nimasi tushib ketadi. Mahsuldorligi tushib ketadi. Boqayotgan bo'lsa viz tashlaydi. Sut berayotgan bo'lsa sut miqdori ma'lum miqdorda tushib ketadi. Tushunarli. Bu bir haftani kutib o'tirish shart emas. Ko'rdimi, ichib ketayotganini ko'rdimi, sirazi davolash yo'lini qilish kerak. Sirazi veterinarni chaqirish yoki o'zi bilsa, agar o'zi biladigan bo'lsa, somon, bedani tashab oldiga dori ukolini qilgan ma'qul. Aha. Demak, tabiiy yemda immunitetni oshirgani uchun ham doriga qaraganda bu ertaroq chiqib ketishga yordam berar ekanda. Shunday. Hozir aka mollarni tez semirtirish uchun chet ellik dori-darmonlar rosa trendda bo'lyapti-da. O'zi shu narsa qanchalik darajada to'g'ri va o'zimizning tabiiy ozuqalardan ham kutilayotgan natijani qila olamizmi? Shu bo'yicha gaplashsak aka. Dori-darmon so'nggi chora. Hech narsa qo'limizdan hech narsa kelmaganda dori-darmondan foydalanamiz. Eng yaxshi dori molning o'zining immuniteti. Ya'ni o'sha yerga berayotgan ozuqamizni kuchaytirsak, organizmi talab qilayotgan ozuqani topib bera olsak, nima yetishmayapti? O'shani topib bera olsak, o'zi kurashib yengadi. Chet eldan просто vaksina olishimiz mumkin biz. Vaksina olishimiz mumkin. Boshqa dori-darmonni olishimiz shart emas. Mana kelayotgan kasalliklarga qarshi imlatib qo'ysak bo'ldi. O'zimizning dori ishlab chiqarayotgan kompaniyalarimiz bor. Bemalol qobiliyati yetadi dori-darmon ishlab chiqarishga. Bitta minus tomoni bor. Olimlarimiz bor, bitta vaksina ishlab chiqa olmaydi. Nimaga unaqa deyapsiz aka? Vaksina ishlab chiqa olmaydi. Masalan, oddiy brusellyozga yoki o'sha oqsilga vaksina deydi. Bu endi bilimsizlikdanmi yoki erinchoqlikdanmi aka? Erinchoqlikdan, bilimsizlikdan emas. Bilimi yetadi, faqat erinadi. Molni tagi zax bossa yokida molxona qanaqadir amak hididan zaharlansa, molni oshqozoniga qanchalik darajada ziyon va havo aylanmaydigan molxonada yemni isrofi qanchalik darajada ko'payib ketadi? Shu bo'yicha gaplashsak aka. Xo'p, amonyak gazi molni kislorodsiz muhitga solib qo'yadi. Mol ishtahasizlanadi, ya'ni ovqat yeyish sustlashadi. Berayotgan ozuqamiz nushqurt bo'lib chiqib ketaveradi. Yemaydi, biz beraveramiz, yemaydi, nushqurtga chiqaramiz, beramiz, nushqurtga chiqaramiz, ketaveradi. Isrof bo'lib ketaveradi. Hech qachon molni yopiq joyda saqlamaslik kerak. Doim shamol aylanib turish kerak. Shamol aylanib turish kerak, ventilyatsiya jarayoni. Yorug'lik doim bo'lish kerak. Oqshom endi mayli, lekin kunduzi o'sha oziqlanayotgan paytida yorug'lik miqdori yetarlicha bo'lishi kerak. Mana qishda ham masalan qorong'i juda ko'p bo'ladi-ku, o'shani qanaqa svet yoqib qo'yishimiz kerak? Boqayotgan bo'lsak, yaxshi sut olmoqchi bo'lsak, yorug' qilib qo'ysak, juda yaxshi bo'ladi. Ya'ni quyosh bo'lmaydigan bo'lsa, svetdan foydalanish kerak. Shunday. Chunki nima qiladi u? Oziqqa qabul qilishini ko'paytiradi. Ko'proq yemaydi, ko'proq yemish yeydi. Shu tomonlama yordam berar ekanda. Hozir aka, beda o'rish jarayoni ko'paydi. Endi bedani oftob urishi qanchalik darajada xavfli va buning uchun biz nimalar qilishimiz kerak oldini olishimiz uchun? Xo'p, bedani oftob urishidan oldin uni o'rib olish haqida gaplashishimiz kerak. Ko'pchilik aytayapti, bedani gullatib urish kerak. 70-80% gullash kerak. Yo'q. Unaqa urganimizda bizga kerakli bo'lgan modda yo'qoladi.
To'g'ri, masalan, tadbirkorlar bor, beda press sotadi, bedani sotadi, og'ir deb oladi. U tarkibida kletchatka ko'p. Nima? Kul ko'p, keraksiz modda ko'p. Ha. Keraksiz modda ko'p, shuning uchun og'ir bo'lib ketadi. Somon bo'lib qoladi, poya, faqat poya. Somon berdingizmi, beda berdingizmi, bir xil bo'lib qoladi. Ha. Qachon o'rish kerak? Endi gullayotgan payti. Ichida har joyda bitta ikkita gul ko'rinadi-ku. Masalan, beda hamma ko'rgan. O'sha paytda o'rsak, eng yaxshi payti bo'ladi. Masalan, bizlar o'zimiz senajga o'ramiz, boramiz, qaraymiz. O'sha o'rilyaptimi, gullaganmi, bitta ikkita ko'rinib o'ramiz yoki o'zimiz uchun g'amlaymiz, qishga beda g'amlaymiz, beda pichan berish uchun. Xuddi mana shu paytda o'rib olamiz. Namligi ham zo'r bo'ladi. Tarkibida namligi. Tarkibidagi oziqa, kerakli bo'lgan oziqa miqdori zo'r bo'ladi. Ha, ham mol yeyishi ham ko'proq bo'lar ekan. Ishtahasini ham ochadi. Ko'k massani hidi kelib turadi. Aynan mana shu mavzular bo'yicha sizning fikringiz qanday? Hozirroq kommentariyaga yozib qo'ying. O'zimiz erinmay har bir kommentariyangizni o'qib javob beramiz va kelgusi videolarda har bitta kommentariyangizni olib chiqishga harakat qilamiz. Shuning uchun kommentariya yozishga hech qachon uyalmang. Boricha yozing, bizlar ham boricha javob beramiz. Ergash aka, masalan, bitta bo'rdoqi buqani 3 oydan 6 oygacha boqdik. Va bizlar bozorga olib chiqishdan oldin yana bir ozroq kutaylik. Shunaqa muammolar juda ko'p bo'ladi. Shunaqa mavzuda chorvadorlar ko'p aniq qiladi. O'zi bu narsa qanchalik darajada to'g'ri? Kutish kerakmi haqiqatan yoki kutish shart emasmi? Shu bo'yicha gaplashsak. Bu iqtisodiy zarar. Siz masalan buqani ma'lum miqdorda o'zi eti to'ldi, go'shti to'ldimi, olib chiqib sotsangiz maqsadga muvofiq. Endi hammaning o'zining tanlovi, kimdir uzoq boqaman deydi, kimdir birdan sotaman deydi. Lekin uzoq vaqt boqsangiz, oziqa sarf oshib ketaveradi. Masalan, siz 500 kilolik qildingiz, 5 kilodan yem beryapsiz masalanda. Yana 2 oy boqayin desangiz, u yemni yana 3 kilo yo 2 kilo, 3 kiloga yana oshirishingizga to'g'ri keladi. 5 kilo emas, 8 kilo, 10 kilo, 10 kiloga oshirishingizga to'g'ri keladi. Organizm talab qilaveradi. Natija qanday bo'ladi? Natija yo bo'ladi, yo bo'lmaydi. Lekin siz xarajat qilasiz. Elik bo'lar ekanda, risk qilishimiz kerak ekan. Risk qilish kerak. Ko'pchilik chorvadorlar sigara tuqqandan keyin molni qochirishga kelganda birinchisida qochirmay, ikkinchi yo uchinchisida qochirishadi. Bu o'zi qanchalik darajada to'g'ri aka? Bu to'g'ri desam bo'ladi bu narsani. Ya'ni birinchisida ko'pchilik holatda ushlamaydi, ya'ni otalanmaydi. Qochiradi, otalanmaydi. Ikkinchisida yo uchinchisida qochirilganda otalanadi, bu tezroq otalanadi. Keyin o'sha 60 kunlik tuqqandan keyin 60 kunning ichida urug'lansa juda yaxshi bo'ladi. Chunki biz 1 yilning ichida sutdan, sigirdan ham sut olamiz, ham bitta buzoq olamiz. Bu bizga foyda. Agar 1 yildan o'tib ketadigan bo'lsa, bu qisirqonlik hisoblanadi. Masalan, siz 90 kunda qochirdingiz yoki 100 kunda qochirdingiz. Molingiz laktatsiya davri 305 kunda. 305 kun. Undan o'tib ketib tug'di. Bir 350-kunga borib tug'di. Yo 365 o'tib ketib tug'di. Bu 1 yil qisirqonlik hisoblanadi. Ya'ni sirovga o'tib ketadigan. Sirovga o'tib ketyapti, qisirqonlik hisoblanadi. Tug'adi, lekin baribir siz yutqizasiz. Ya'ni sutdan yutqizasiz, boladan yutqizasiz. Bizlar 1 yilda oladigan narsani nabort 1,5 yil, 1,5 yil, 2 yil ketib qoladi. Mumkin ekanda. Shunday. Va berilayotgan yem, xarajat hammasi yana ko'tarilib ketaveradi. Oshib ketaveradi. Shunda buzoqda tug'ilishiga ham farq qilsa kerak-a u narsa. Tug'ilishiga ham farq qiladi. Ergash aka, endi sigir ko'p yotadigan bo'lsa, suti ham ko'p keladi deb aytishadi-da. O'zi bu qanchalik darajada to'g'ri? Ya'ni sigir ko'p yotsa, sutiga ham ko'p kelishi degan narsa to'g'rimi o'zi? Yo'q, bu xato bu. Ko'p yotsa, hammasining o'zining me'yori bor. Qancha ko'p yilında qon aylansa, shuncha ko'p sut hosil bo'ladi. Qon aylanish uchun qoramol doim harakatda bo'lishi kerak. Endi doim emas, masalan, kunning ma'lum miqdorda yotsa, ma'lum bir vaqtida yotsa, bu yaxshi. Ko'proq motsionni ta'minlashimiz kerak. Ya'ni motsion bu o'sha yurishi. Ko'proq yursa, ko'proq sut hosil bo'ladi. O'zi kuniga nechidir soat yurish kerakmi? O'zi vaqti bormi o'zini? Yo 2 soat yurg'izib yo 1 soat dam oltirish kerakmi? Tipa shunaqami? Masalan, biz fermamizda
har 2 soatda bir marta mollarni uyg'otib, oqshom uyg'otib, aylantirib, motsion ta'minlaymiz. A, yo'q. Yemish yediramiz. Har 2 soatda bir marta. Bir xillar aytadi, mol, siz aytgandek, mol ko'p yotsa yaxshi sut beradi, ko'p kavush qaytaradi. Yo'q, bu xato. O'zi o'sha ozuqadan bo'shab, ozuqa yeb yotadi ko'pchiligi. O'sha vaqt yetadi. Ozuqadan keyin 40 minut, 1 soat yotsa yetadi. O'zi shundayki, agar yaxshi ovqatlanadigan bo'lsa, uni hazm qilish uchun yurmasa, harakatlanmasa, bekorga yog'ga bo'lib qolsa kerak. Hazmlanmaydi. Hazmlanishi qiyin bo'lib qolar ekanda. Ergash aka, hozirda Yevropadagi zotdor sigirlar bor, Galishten, Simmental degan. Uni o'zimizda uy sharoitida boqish qanchalik darajada to'g'ri? Ko'p mahsullorligi ko'p, yaxshi natija beradi. Yeganini qoplab beradi. Yeganiga yarasha sut beradi, go'sht beradi. Yaxshi. Lekin uzoq vaqt foydalana olmaymiz. Biz buni ko'proq mahalliy zotlar bilan chatishtirib, undan tug'ilgan bolani boqsak, ko'proq foydalanamiz. Ko'proq foydalanamiz. Hozir respublikamizda chetdan mol olib keladi, ma'lum bir 4 yil, 5 yil boqadi, sekin ketadi, o'rniga yana olib kelaveradi. Bu eng katta xatomiz mana shu. Ya'ni siz ham fermangizda mahalliy mollarni anaqa chatishtirib, keyin shunda boqyapsizlarmi shunda? Yo'q, bizda mahalliy sharoitga moslashgan Galishten sigirlardan tug'ilgan sof zotli Galishten g'unojinlar, sigirlar boqiladi. Mahalliylar bilan chatishtirmaymiz. Sun'iy urug'lantirasiz. Sun'iy urug'lantiramiz. Qishloq sharoitida, mahalliy sharoitimizda hozir men aytgandek mahalliy sigirlar bilan chatishtirib olsak, yaxshi natija beradi. Uzoq vaqt yashaydi. Qon parazitar kasalliklarga chidamli bo'ladi, tuyog'i mustahkam bo'ladi, mastit kam bo'ladi. Sut berishi qanchagacha oshadi aka? Sut berishi oshishi ehtimoli past, lekin o'sha onasi tengi sut beradi. Onasi qanchalik ko'p sut bersa, bolasi ham shunchalik sut beradi, lekin sut berishi ham buqaga bog'liq bo'ladi. Buqaning onasi qanchalik sutdor bo'lsa, buqadan tug'ilgan bola ham shuncha sutdor bo'ladi. Tushunarli. Mana bu Galishten mollarini boshqa bir turdagi Yevropaning qaysidir buqasiga chachishtiradigan bo'lsa ham foydali bo'ladimi qanchalik? Endi yo'nalishiga qarab. Siz nima boqmoqchisiz? Masalan, go'sht uchun boqmoqchimisiz? Aberden Angus urug' qo'ying, limuzin qo'ying, Sharoli qo'ying, yaxshi natija beradi. Sut uchun boqmoqchimisiz? Eng yaxshisi Galishten Friz, o'sha o'zining zotini qo'yganingiz yaxshi natija beradi. Zo'r. Ya'ni aka, boyagi zotdordagi mollarni bir-biriga chatishtirganda qanaqa darajada mahsuldorlik bo'yicha ham bizning bilimimiz bor-a? Xudo xolasa. Bor. Bu narsa bo'yicha ham tajribamiz bor, amaliyotdan qilib ko'rganmiz. Bor. Agarda mana shu video 500 tadan ziyod like yig'iladigan bo'lsa, aynan mana shu mavzu bo'yicha sizlarga ulashamiz. Hamma narsani hech qanaqa yashirmasdan, to'laqonli, ochiqcha foydali bo'ladigan ma'lumotlar bilan Ergash akani o'zlari javob beradilar. Shunday deb umid qilaman aka. Xudo xolasa bilimimiz, tajribamizdan kelib chiqib albatta javob beramiz. Va obuna bo'lishni unutmang. Xudo xolasa mana shu oyning oxirigacha eng kami 10 mingta obunachiga erishishimiz kerak. Sizlarga xudo xolasa kattaroq bir sovg'amiz bor desak ham bo'ladi. Va nihoyat oxirgi savolim aka, mana shu mollarni aynan burdoq buqalarda go'sht uchun bo'ladigan bo'lsa, sigir uchun sut bo'ladigan bo'lsa, xarajatlardan kamaytirish uchun chorvadarlarga eng kerakli maslahatingizni berib o'tsangiz. Xarajatni kamaytirish uchun eng to'g'ri qaror bu ratsionni to'g'ri tuzish. Vaqti aniq vaqtni belgilash, maqsadni belgilash va ratsionni o'shanga qarab to'g'rilash. Eng foydalisi shu. Boqayotgan joyi yumshoq, toza, albatta. Ma'lum yorug'ligi yetarli, shamol aylanishi joyida bo'lsa, tezroq maqsadga erishadi. Va bundan tashqari eng keraklisi bu albatta bilim. Ko'proq o'rgansa, ko'proq o'qisa, albatta maqsadga tezroq erishadi. Ko'proq natijaga erishish ekanda.
Ergash aka, berilgan ma'lumotlar uchun kattakon rahmat. Mana shu kuzatib turgan obunachilarimizga, yangi chorvadorlarimizga eng kerakli, foydali va xarajatni qisqartiradigan zo'r ma'lumotlar berdingiz. Kattakon rahmat. Agarda siz ham aynan boyagi yuqorida sanab o'tilgan paxta shuroti, shulxasi va paxta paraxasini birinchi qo'l zavod narxida olishni xohlasangiz, hoziroq pastdagi raqamlarga murojaat qilib xarid qilishingiz mumkin. Bizda aynan sut va go'sht yo'nalishi bo'yicha paxta shurotimiz 46% tashkil etadi va bundan tashqari molingizni oshqozoni soatdek tez ishlashi uchun shurot paraxasini bersangiz aynan maqsadga muvofiq bo'ladi. Xudo xolasa, aytganimizdek, kelgusidagi boyagi zotlarni bir-biri bilan chatishtirish bo'yicha siz bilan to'laqonli tushuntirib beramiz. Buning uchun ekranga like bosib 500 ta qilishingiz kerak bo'ladi va mayda oxirigacha 10 mingta obunachiga erishsak, biz mana shu yo'nalish bo'yicha, aynan mana shu mavzu bo'yicha hech qanday narsalarni yashirmasdan to'laqonli ochiqcha javob beramiz. Xudo xolasa, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.